Eron raketasining Isroilning Bet Shemesh shahridagi bomba boshpanasiga urilishi natijasida halok bo'lganlar soni 8 nafarga, jarohatlanganlar esa 28 kishiga yetdi. Clash Report. Eronga AQSh va Isroil tomonidan hujumlar boshlanganidan beri 200 dan ortiq odam halok bo'ldi. 747 kishi jarohatlandi. Eron Qizil yarim oy jamiyati AQSh va Isroilning Eronga qarshi urush boshlaganidan beri Birlashgan Arab Amirliklarida 3 kishi halok bo'ldi va 58 kishi yaralandi. Va hukumati Eronning sobiq prezidenti Mahmud Ahmadinejod AQSh va Isroil havo kuchlari natijasida o'ldirildi. ILNA axborot agentligi. Ommaviy axborot vositalari Eron raketasi Isroilning Bet Shemesh shahriga zarba bergani aks etgan videoni e'lon qildi. Abu Dabidagi turar joy binolarga Eron raketasi qoldiqlari qulab tushdi. Eron zarbasidan keyin Dubaydagi sanoat zonasida yong'in yuzaga keldi. Havo hujumidan mudofaa tizimlari Dubay osmonida Eron raketalarini tutib olmoqda. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Isroil va AQShga qarshi haqiqiy va'da 4 operatsiyasining 7 va 8 bosqichlarini boshlaganini e'lon qildi. Eron Isroilga qarshi yangi raketa hujumini boshladi. Butun mamlakat bo'ylab havo hujumidan ogohlantirish sirenalari yangramoqda. Eron prezidenti Masud Pezeshkian AQSh Isroil hujumlaridan keyin birinchi marta kamera qarshisiga chiqdi. Eron davlat televideniyasi orqali efirga uzatilgan video murojaatda Pezeshkian muvaqqat rahbarlar kengashi bugundan boshlab o'z vazifasini boshlaganini aytdi. Pezeshkian Eron armiyasi AQSh Isroil hujumlariga javob qaytarishda davom etishini ta'kidladi. Oliy rahbar Ali Xomanai Isroil AQSh hujumida nishonga olinganidan so'ng tuzilgan 3 a'zolik muvaqqat rahbariyat kengashi Saudiya Arabistoni ham Eronga hujumga o'tmoqchi. Vaziyat o'ta jiddiy. Butun Yaqin Sharq urush ostida qolishi mumkin. Saudiya Arabistoni agar qirollikdagi AQSh bazalariga hujum qilishda davom etsa, Eronga qarshi harbiy choralar ko'rishni e'lon qildi, dedi CNN. Dubay maktablari onlayn rejimga o'tdi. Dubaydagi barcha xususiy ta'lim muassasalari 4-martgacha masofaviy ta'limga o'tkazildi deya xabar qildi Amirlik ta'lim boshqarmasi. Netanyahu eronliklarga fors tilida murojaat qilib, ularni Eronning amaldagi rejimini ag'darishga chaqirdi. Benyamin Netanyahuning sun'iy intellekt yordamida tayyorlagan video murojaatida Isroil tez orada Eron rejimi bilan bog'liq minglab nishonlarga zarba berishi aytilgan. Isroil bosh vaziri fuqarolarni ko'chaga chiqib terror rejimni ag'darish uchun tarixiy imkoniyatni qo'ldan boy bermaslikka chaqirdi. Siz kutgan yordam yetib keldi deya ta'kidladi Netanyahu. Putin Eron oliy rahbari Xomanayning o'ldirilishi munosabati bilan Pezeshkianga hamdardlik bildirdi. Eronga yangi oliy rahnamo tayinlandi. Oyatulloh Orifiy vaqtinchalik Eron oliy rahnamosi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Bugun Eron AQSh va Isroilga ular hech qachon ko'rmagan kuch bilan zarba beradi, dedi Eron Milliy xavfsizlik kengashi kotibi Ali Larijoni. Saudiya Arabistoni va Isroil Trampni Eronga hujum qilishga undagan. The Washington Post nashrining vaziyatdan xabardor manbalarga ko'ra, Isroil va Saudiya Arabistonining bir necha haftalik lobbi harakatlaridan so'ng AQSh prezidenti Donald Trump Eronga qarshi yirik harbiy kampaniyani boshlagan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Eronga zarbalar berishga ochiqchasiga chaqirgan. Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Al Saud omma oldida diplomatik harakatlarni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa-da, shaxsiy qo'ng'iroqlarda Trampni Eronga hujumga undagan deya yozmoqda The Washington Post.